Salom do'stlar. Sizlar bilan Dalasima va sizlar videolarimni ko'rib o'tgan bo'lsangiz, videolarga like bosing, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bundan da qiziqarli videolar hali oldinda o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Bugungi videomizda bizga kerak emas bo'lgan futbolchilarni sotib boramiz. Bonuslarni olib qo'ysak ham bo'laveradi. Meni bitta bonus. Demak, videomiz boshlandi do'stlar. Videoga like bosing. Futbolchilar kelgan. Fitness'e baksak bo'laveradi. Jonathan Gray futbolchi. Lans o'ynaydigan o'xshyapti. Qaysi klubga o'ynashmoqchisiz? Dodo degan futbolchi. Ajoyib. Tezlik ishlari. Bo'yi kazagan, bizga kerak emas. Suagar degan futbolchi. Kopila Zabarayni. Menimcha Pasajening yangi himoyachilardan biri bo'lsa kerak. Bu ham ajoyib statistikada, lekin bizga ko'p futbolchilar kerak emas. Chun sotib beramiz. Mo'sh. Biz ko'p futbolchilarni sotib do'stlar, biz futbolchilarni sotib yubordik. Bu futbolchini sotmagan sabab bu dalasi 26 chiqmaydi. Shuning uchun ko'ksu qoldi menda. Do'stlar, sariq agentlik futbolchilarni ham sotib yuborishimiz kerak edi. Bu ishni keyingi videolarimizda qilamiz. Men futbolchilarni hozir sotib yubormaydigan futbolchilarni tushaman asosiy tarkibga. Sotib yuboradigan futbolchilarimni chiqarib tashlasam birinchi. Do'stlar, mana shu 6 nafar futbolchi bizning akkauntimizda qoladi. Pedro Saka, Lisandro Martinez, Dumfries, Szoboszlai, Llorente, Luis Diaz, Tchouaméni kabi futbolchilarni sotib yuborishga biz majburmiz. Chunki bular bizning akkauntimizda kerak bo'lmaydi. Chunki futbolchilarni o'rniga kuchliroq futbolchilarni olamiz. Tchouaméni o'rniga Rodri'ni olamiz. Luis Diaz o'rniga Rafinha, Lamine Yamal, Dembele, Mbappe kabi futbolchilarni olishimiz mumkin. Albatta Sakalar, Luis Diazning statistikasi yomon emas.
lekin bular bizning akkauntimizda zaxiraga o'tirib qoladi. Biz esa 11 talik futbolchilar olishimiz kerak, asosiy futbolchilarni. Ular esa bizning akkauntimizda kerak emas, afsuski. Bu matchlarning o'rniga esa Saliba, Gabriel, Van Dijk kabi futbolchilarni olishimiz mumkin. Karantin ham ajoyib statistikada, lekin bizga Ashraf Hakimi bor bu yerda. Arnold degan futbolchilar bor. Shuning uchun ularni sotib yuboramiz. Albatta shunday bilan kuchaytirgan videoyim chiqaraman. Ular bizning akkauntimizga noyoqlik bag'ishlab turadi. Meni do'stlar, Militao bilan Ronaldo qo'ldan sotib yuborgim kelyapti. Shunday futbolchilarni sotib yuborishim kelmayapti. Albatta qutqarib ketgan, shuning uchun sotib yuborgim kelmayapti. Militao 81lik kartasimikin. Shunga ikkilanib turibman, bitta kuchaytirgich tushgan ekan bunga. Shuni kommentariyada yozib ketinglar. Bu Eder Militaoning 82lik kartasimi yo 81likmi? Shuni aniqlashtira olmayapman men ham. Bitta kuchaytirgich tushgan ekan bunga. 82lik bo'lsa sotib yubormaymiz. 81lik bo'lsa sotib yuboramiz. Shu Tuaminida ham xuddi shunday, u ham hozir 81lik kartasida, u ham 82lik kartasida ekan bizning akkauntimizda. Bu ham bitta tushgan ekan kuchaytirgich, shuning uchun buni ham bilsangiz kommentariyada yozib ketinglar, aniqlik kiritaylik. Hop, bugungi videomiz yakunlandi. Keyingi videolarda mana bu yerdagi futbolchilarni sotib yuborgan videoni chiqaraman. Albatta bu videoni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani, obunani, like bosib yuboringlar. Rahmat hammalarga. Bu yerda cover bo'limida mana bunday futbolchilarni sotib yubordim. Sizlar ularni sotib yuborgan bo'larmidingiz? Sizga baranglar. Videomiz tugadi. Keyingi videolarni kuting. Rahmat hammalarga.